Mana shu chiroyli tasbih 13 yoshli yigitimiz Xo'jakbarjonda tasbihi bo'ladi. Hozir o'zlari soat 10:00 da operatsiyaga biz xonalarda turibmiz. Ana shu koykani o'zi operatsiyaga olib tushib ketar ekan. 6-7 soatli operatsiya bo'ladi va bu operatsiya 7-si. Har bir operatsiyasiga, birinchi operatsiyasiga $12,000 pul ketgan edi. Xudo xolasa oxirgisi qo'limizdan kelgancha, hamma qo'ldan kelgancha yordam beramiz inshaalloh. Sizlardan iltimos qiladiganimiz, imkoniyati borlar, pastdagi karta raqamlarga imkoniyatlaring boricha $100,000, $200,000, $100,000, $1000, imkoniyatingiz boricha. Bu farzandimizga onkologik o'simta diagnoz qo'yilgan. Xudo xolasa mana shu o'simtani bugun olib tashish kerak. Hammasini olib tashish kerak, xudo xolasa. Shuning uchun biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qildik-ku, lekin bunga katta pul ketar ekan. Jam bir $200,000 pul ketdi. Shu vaqtgacha bir $200,000 pul ketdi. Hozirgi bo'ladigan operatsiyasiga $31,000 operatsiyasiga va undan keyingi dorilariga, ximiyasiga kerak edi. Bu videoga bitta like bosib tarqatib qo'ysalaring, like bossalaring ham mana shu tarqatish bo'ladi. Aylantirma knopkachasi bor. O'shani ham bitta bosib qo'yinglar. Alloh uchun bosib qo'yinglar yetadi.